Алдыңғы постымызда акция деп котелlarımızды қойғандық, көмір котеллар еді бұл. Бүгінгі постымызда газ котелларды акцияға шығардық міне. Газ котелларымызды aynen ana şu котеліміз 2025 yıl 31 dekabr күнгече 2,5 миллион сом котел сатылған котеліміз ana şu котел. 2,5 миллион сом. 8 kitap, 6 kitap, lekin boyu 82 santimetr. Şu joyында e'tibor beringlar, котеллардың razmerlari har xil bo'ladi. Nimaga deganda her kim her xil qilib ishlaydi. Bizning котелlarımızın bu tomoni 32 santimetr, bu tomoni 32 santimetr, boyu 82, oyog'ini qo'shmang. Ana shu kotelimizni hozirgi kunda 2 million so'mga qo'yamiz. 2 million so'mdan xohlagan odam kelib olishi mumkin. Kotellarimizning ichi ham sirti ham uchlik temirdan bo'lgan bo'ladi. Xohlagan kotelimiz. Mana shu piramida kotellarimiz 1 million 200 sotiladigan edi, 1 million 100 ming so'mga beramiz. Mana shu kotelimiz 2 million so'm, 2 million 300 ming so'm sotilgan edi, hozirgi kunda 1 million 800 ming so'mga beramiz shu kotelimizni. Kotellarimizning narxlari ko'p odam kommentarlarda yozib turibdi, narxini ayting deb. Her xil videolar bo'ladi. Bir videoda kotelning narxini aytamiz, bir videoda tushuntiramiz. Bugungi baholarimiz sizlarga qanday bo'ldi? Kommentarlarda yozing.